bugungi videorolikda hamma asabini buzadigan, gapiradigan mahsulotlar va Instagramda to'ldirib yuborgan Instagram trend har xil videolar haqida gaplashmaymiz. Nega? Chunki bugungi videorolikda biz Seedance haqida gaplashamiz. Seedance hozirgi vaqtda sun'iy intellektlarning ichida bu Gollywood, ya'ni fizikasi, animatsiyasi, ularni qimirlatib gapirtirib berish va umumiy hisobda juda zo'r generatsiyasi bilan ajralib turadi va bugungi videorolikda biz aynan mana shunday videolarni qanday tayyorlashni batafsil ko'rib chiqamiz. Hattoki videoning oxirida siz aynan moslashtirilgan, ya'ni sozlangan ChatGPT ni olasiz. Siz g'oyangizni yozasiz, u aynan prompt yozib beradi Seedance ga moslab. Biz esa videoni ko'ramiz. Bu men va bu mening mushugim. Bor qarading animatsiyani sifatiga. Va biz esa mana bu mening mushugim. Biz esa ikkinchi videoni ko'ramiz. Let's go. Bu oddiy prompt orqali tayyorlangan. E'tibor qarating, mushugimni o'zgarib ketganini, ya'ni shoxlari chiqib, animatsiyaga e'tibor qarating. Qanchalik darajada o'ta chiroyli, o'ta yaxshi, hattoki o'sha kino animatsiyalari bilan, effektlari bilan o'xshagan, ya'ni juda zo'r generatsiya bo'lgan. Biz esa endi aynan Seedance ga o'tamiz. To'g'risini aytaman, o'zbek YouTube'ida men hali Seedance haqida to'liq dars ko'rmadim. Shuning uchun like, kommentariy, obuna bo'lishni unutmang. Bu meni qo'llab-quvvatlaydi va keyingi dars chiqishini tezlashtiradi. Demak, biz Syntax AI ga o'tamiz. Syntax AI bu o'zi nima? Syntax bu 90 dan ziyod sun'iy intellektda birlashtirilgan sayti, ya'ni har xil sun'iy intellektlarga to'lov qilib o'tirmaysiz. Men bir marta to'lov qilaman va xohlagan yangi modellarni, aynan sun'iy intellektlarni bemalol ishlatishim mumkin. Biz esa aynan Syntax saytiga o'tamiz. Havolani qoldiraman. Demak, biz video bo'limiga o'tamiz va video bo'limida vibr modeli bor, ya'ni modelni tanlash. Oddiy misol Seedance bor, Kling, Veo 3, Grok, ya'ni mana bu Bibble, Switch X, ya'ni maskalar orqali ishlaydigan sun'iy intellektlar juda yaxshi, aynan agregatorlardan biri. O'zim ishlataman, maslahat beraman. Demak, undan oldin men video chiqargandim. Aynan Человек-паук, ya'ni o'sha o'rgimchak odam. Sal yuzim o'xshamadi. Buni ustida sal ishlash kerak, promptning ustida. Oh, what a day. Normal holat va mana bu video menga yoqdi. Sal yuzim bor. Va men ikkita prompt tayyorlab qo'yganman. O'sha prompt orqali hozir video tayyorlab ko'ramiz. Keyin esa bu promptni qanday yozish va sozlangan ChatGPT ni qayerdan olishni o'rgataman. Demak, Seedance'da biz animatsiya qilishimiz uchun bizga shunday modellar kerak bo'ladi. O'zi siz savol berishingiz mumkin. Nega aynan Seedance uchun mana shunday modellar tayyorlanadi? Birinchi o'rinda Seedance juda murakkab va serqirra sun'iy intellektlardan biri. Ya'ni Seedance sizni yaxshi tushunib olish kerak. Sizni qahramoningiz yuguradi, yiqiladi, o'ylanib o'tiradi yoki uchib ketadi, suvda tayida bo'ladi. Ya'ni harakatlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun Seedance sizni yaxshi tushunishi uchun chapdan yugurganingizda qanday turasiz, orqa machiy qandaysiz va yaqinlashtirilganda yuzingiz qanday bo'ladi, hammasini inobatga olish kerak. Va bunday rasmni tayyorlash juda oson. Promptni Telegramda qoldiraman. Bemalol xohlagan rasmingizni yuborasiz va sizga o'zi aynan yuzingizni analiz qilib, xuddi shunday model tayyorlab beradi. Meni o'ylashim bo'yicha to'liq tushuntirib berdim. Demak, biz o'sha rasmni olamiz va bu yerda mana UFC deb alohida men prompt yozib qo'yganman. Bu prompt o'ta murakkab, ya'ni mana e'tibor qaratsangiz, shuncha prompt bor va biz buni kopировать qilamiz. Prompt o'zi qanday ishlaydi? Men hozir alohida to'xtalib o'taman. Undan oldin men sizga birinchi generatsiyani ko'rsatishim kerak. Biz prompt yozamiz, uzun promptni va bu yerda mana model bor. 2.0 ni tanlaymiz va разрешение, sifat 720 yetadi bizga va rejim pro va format 16 ga 9 va bu yerda mana длительность 15 sekund. 15 sekundga bizga 136 kredit ketadi. Oddiy misol bizga 10 minut. What? Bro, what are you talking about, man? 10 sekund ham yetadi, 10 minutmish. Demak, biz esa davom ettiramiz. Hozir mana bu yerda aynan animatsiya ketdi. Endi esa prompt qanday ishlashini sizlarga tushuntirib beraman. Seedance 2.0 ga prompt qanday yozilishini sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda subject, ya'ni kadrda kim yoki nima tasvirlangan bo'lishi kerak. Buni aniq yozamiz. Keyin esa action, ya'ni qahramon nima qilyapti. Keyin esa environment, agar ingliz tilida to'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam, voqea qayerda sodir bo'lyapti. Buni hammasini yozishimiz kerak ingliz tilida. Kamera qanday
harakatlanadi. Bu haqida alohida video chiqarganman, ya'ni kamera harakatlari bo'yicha men hamma promptni qoldirganman. Lighting, ya'ni aynan svetlar qanaqa tushishi kerak, qanday bo'lishi kerak, qanaqangi aynan muhit va bu yerda style bor, uslub, ya'ni tasvir qaysi uslubda yaratilishi kerak va atmosfera, sahnani kayfiyati va hissiy muhiti qanday bo'lishi kerak. Eng asosiysi audio. Audioni bu yerda yoqib qo'ysak bo'ladi mana yoki o'chirib qo'ysak bo'ladi. Agar o'chirib yoqsak-da, bir xilgi modellarda biz agar audioni ishlatsak, klinkda bizda aynan ko'proq token ketadi. Agar audioni o'chirib qo'ysak, kamroq token ketadi. Lekin bu yerda mana bemalol ishlatish mumkin ekan. Biz esa bundan keyin hozir mana bu animatsiyadan keyin biz alohida multfilm chiqarib ko'ramiz. Animatsiya ham tayyor va ko'ramiz. Wow, dahshat. Habib bilan solishyapman. Gap yo'q. Normal. Qiziq. Agar sun'iy intellekt bo'lmaganda men aniq bo'lsa Boybiz Pride'da qatnashgan bo'lardim. Mani 9 oydan beri yopiq Telegram kanalim bor va u yerda juda ko'plab ma'lumotlar yig'ilgan. E'tibor qaratsangiz mana bu darsga promptni qanday yozish. Bu yerda aynan mana shu Sidensga o'xshagan qiyin promptlarni qanday yozishni o'rgatganman. 9 ta punktdan iborat bo'lgan. Kamera qanday bo'lishi kerak, platformani qanday tanlaymiz, uslublar, fon va eng asosiysi kamera, yorug'lik. Hozir aytib o'tgan har bitta yo'nalishni batafsil tushuntirib o'tganman. Bu aynan prompt bo'yicha dars. Endi esa bundan tashqari men alohida bugun yangi video chiqardim. Bu hikoya, ya'ni daromad uslubi. Hozirgi vaqtda Instagramda endi ommalashyapti. Bu yerda men batafsil darsini chiqarganman. Daromad bo'yicha hozir bizda 2 ta dars to'liq chiqqan. Bundan tashqari har xil uslublar, har xil yo'nalishlar, Instagram, Telegram yoki mana shu YouTube bo'yicha batafsil ma'lumotlar bor. Agar siz chuqurroq sun'iy intellektni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa multfilmda ko'ramiz. Promptini men Telegramda qoldiraman. Aytgancha, yopiq Telegram kanalda men deyarli 10 tami, 15 tami prompt qoldiraman. Aynan Sidensga moslashtirilgan. Biz esa ko'ramiz. Ovozni o'chirib qo'yganim hisobiga ovozsiz chiqibdi, lekin mana ko'ring, mana shunday tarzdagi multfilmlarni bemalol chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bir dona prompt orqali. Bu yerda musiqani o'chirib qo'ygan ekanman, ya'ni audioni. Meni o'ylashim bo'yicha videorolik sizlarga yoqdi. Like bosishni unutmang. Sog' bo'ling.